Olur. Olyapsanmi? Mana xudo xolasa do'stlar, sizlarga yana bitta zo'r biznes topib qo'ydim. Endi bu biznes oldindan bor, birosta tushuntirib o'tamiz. Malina juda ham ajoyib biznes. Mana bu gilos bog'imiz bo'ladi. Gilos bog'imiz oralig'i 5 metr ekilgan. Bu 5 metrda oralig'iga 2 qator malina ekib o'rganmiz do'stlar. Juda ham chiroyli daromad olinadi, ham malinadan, ham gilosdan. Bunga oshiqcha ish ham kerak emas. Oshiqcha dori pora hech nima qilinmaydi. Faqat uzish necha muammo bo'ldi. Boshqa hech qanaqa nimasi yo'q. 1 gektaridan malinadan 10 tonna, 15 tonna, eng zo'r maksimal bo'lgan 20 tonnagacha olsanglar bo'ladi. 20 tonna malinani eng kamida 10 ming so'mga tushdi. Eng minimum tushgani 10 ming so'mga tushdi. Hozirgi kunda 28 ming so'm. Malina 1 yilda 2 marta meva beradi. Xudo xolasa zo'r daromadli narsa. Bog'laringni ichlari bekor turib o't bosib yotgan bo'lsa, albatta ekinglar. Ko'chati ham arzon. 5 ming so'mdan ko'chatini agar ko'proq olsanglar yanada skidka qilib beraman. Xudo xolasa ko'chatlarni ham shu yerda o'zidan ko'chirib beramiz. Sizlarga doim yaxshi bizneslar ilinib boramiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiskani bosib qo'ysanglar, bundan-da zo'r kontentlar chiqarib boramiz. Malina biznesi ham chiroyli, yaxshi bizneslardan biri. Gazini bosib oladigan joyi, bekor o't bosib yotibdi, bog'ingizga ekib qo'ying, maza qilib daromadni oling. Mana giloslarimizni ham uzib sotyapmiz. Bu yoqda mana malinalarimiz ham pishyapti. Yoqqan bo'lsa like bosinglar do'stlar, yoqmagan bo'lsa ham bosinglar. Bizni qo'llab-quvvatlab yuborsanglar bo'ldi.